Assalomu alaykum hammaga. Keling bugungi kun savollarini ko'rib chiqamiz. Demak, matematikadan boshlaydigan bo'lsak, bir qutida faqat 3 kilogramm va 7 kilogrammlik toshlar bor. Umumiy og'irlik 31 kilogramm bo'lishi kerak. Eng kamida nechta tosh bo'lishi kerak? Albatta, eng kam toshlarni ishlatishimiz uchun biz og'irligi baland toshlar ko'proq ishlatishimiz kerak. Albatta, 31-da eng maksimal 7 ni olishimiz mumkin bo'lgan son 4 ta 7 ni olishimiz mumkin. Bu bilan 28 kilogramm yig'ib olamiz 4 ta 7 bilan va yana bitta 3 kilogramm tosh qo'ysak 31 kilogramm bo'ladi. Shunda 4 ta 7 kilogrammlik va bitta 3 kilogrammlik tosh bilan 31 kilogramm chiqarish mumkin va bu usul orqali eng kam tosh ishlatgan bo'lamiz biz. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Tanqidiy fikrlash savoliga o'tadigan bo'lsak, dunyo bo'ylab suv resurslari cheklangan va ularni tejash muhim ahamiyatga ega. Suvni tejash va samarali ishlatish orqali fermerlar hosilni oshirishlari va atrof-muhitga zarar bermasliklari mumkin. Shu bilan birga noto'g'ri sug'orish tizimlari va zararli amaliyotlar ekologik muammolarga olib kelishi mumkin. Qaysi holat suvni tejashning foydali ekanligini tasdiqlaydi? Variantlarga to'xtaladigan bo'lsak, suvni tejash muammolarini keltirib chiqaradi va resurslar juda kam bo'lishi mumkin. Suvni ko'p ishlatish juda ko'p hosil olishga yordam beradi. Suvni tejash faqat qishloq joylarda amalga oshirish kerak, shaharlarda esa zararsiz. Suvni tejash faqat o'rmon hududlarida muhimdir, boshqa joylarda bu zararsiz. Variantda esa suvni tejash orqali hosilni oshirish mumkin va yerning unumdorligini saqlashga yordam beradi. Matnning asosiy g'oyasi bu yerda suvni tejash, bu hosilni oshiradi va atrof muhitni himoya qiladi. Endi variantlarni solishtiramiz. Suvni tejash muammo keltiradi. Bu matnga zid bo'lib qolmoqda. Bu variantda ko'p suv ishlatish bu ham zid bo'lib qolmoqda. C varianti faqat qishloqlarda kerak. Bunday narsa umuman matnda mavjud emas. D varianti o'rmonlar muhim. Faqat o'rmonlarda muhim. Bu juda ham umumlashtirib yuboryapti va bu ham noto'g'ri. E varianti esa suvni tejash hosilni oshiradi va yerni unumdor saqlaydi. Aynan matnni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob E variant bo'ladi. Endi muammoli masalaga to'xtaladigan bo'lsak, 3 kishining vaznini o'rtacha arifmetigi 160 funtni tashkil qiladi. Agar bu odamlardan birining vazni 200 funt bo'lsa, qolgan 2 kishining vazni o'rta arifmetigi necha funtga teng? Albatta, bu yerda birinchi 3 ta odamning vaznini topa olishimiz mumkin. Ya'ni 160 ni 3 ga ko'paytirsak 3 ta odamning vazni kelib chiqadi. Bu 480 funtga teng bo'ladi. Endi shu 200 funtlik odamni vaznini ayirib tashlasak, bizda 280 funt qoladi. 280 ni 2 kishining vazni bo'lganligi uchun biz 2 ga bo'lamiz va shunda har bir odamning o'rtacha vazni 2 kishining o'rtacha vazni 140 funtga teng bo'ladi. Ingliz tili savolini ko'rib chiqadigan bo'lsak, rasmda ko'rsatilganki school gym, ya'ni maktabning sport zali shunday narsa yozilgan ekan. No outside shoes, ya'ni tashqarida kiyiladigan oyoq kiyimlarsiz. No ball games, ya'ni to'p bilan o'ynaladigan o'yinlar mumkin emas. Equipment only for use with your teacher, ya'ni u yerdagi narsalar faqatgina sizning o'qituvchingiz bilan ishlatish mumkin. Endi variantlarni qaraydigan bo'lsak, children can play football in the gym, ya'ni gymda bolalar futbol o'ynay oladi. Bu albatta noto'g'ri, chunki no ball games deyapti, ya'ni to'p bilan o'ynaladigan o'yinlar mumkin emas. Bu variantda esa children cannot wear shoes in the gym, ya'ni bolalar gymda oyoq kiyim kiya olishmaydi. Bu ham albatta noto'g'ri, chunki faqatgina tashqarida kiyiladigan oyoq kiyimlar mumkin emas. C varianti esa children cannot use the equipment without their teacher, ya'ni ularning o'qituvchisiz bolalar u yerdagi o'quv qurollaridan, ya'ni gymda bo'ladigan o'quv qurollaridan foydalana olmaydi. Albatta, shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob C bo'ladi, chunki equipment only for use with your teacher deb aytib ketmoqda. Albatta, bu yerda xuddi shunday savollarni topmoqchi bo'lsangiz va xuddi shunday Prezident maktabi imtihonida tushishi mumkin bo'lgan savollarni ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning blueprep.uz saytimiz ishlamoqda. U yerda siz 30 ta to'liq Prezident maktabi imtihonidagi testlarni ko'rishingiz mumkin va buni ishlash orqali siz taxminiy o'rningizni ham doimiy ravishda bilib borasiz va o'zingizning o'sishingizni doimiy nazoratda saqlaysiz. Shuning uchun ham bu saytni sizga taklif qilaman.
albatta sizni birinchi mock testimiz bepul. Uni ishlab ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Barchangizga rahmat, xayr.